Bugun sizlar bilan ayollarning eng fazilatlisi bo'lgan, bu onamni eslaganda beixtiyor qalbimiz titraydigan, ko'zimizga yosh keladigan, mehrimiz jo'sh uradigan, hatto duo qilganimizda biz uchun eng suyukli bo'lgan onamizni mana shu ayol bilan yelkadosh bo'lishini orzu qiladigan buyuk bir sahobiya onamiz Xadicha onamizni suhbatini boshlaymiz. Ha azizlar, Xadicha onamiz bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamning jufti halollari. U zotni muhabbatiga sazovor bo'lgan, u zotni nazarlarini topgan va qiyomatgacha kelajak butun ayollarga namuna bo'ladigan ayol edilar. Xadicha onamiz azizlar, bizni xalqimiz tilida Xadicha deb o'rganganmiz, oxirini ch qilib aslida Xodija j bilan aytiladi. Mana shu Xadicha onamiz bu Xuvaylid degan odamning qizi. Xuvaylid esa Abdul Uzzoning o'g'li, Abdul Uzzo esa Qusoyning o'g'lidir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning vatandoshlari, yurtdoshlari Makka mukarramada fil voqeasidan 15 yil ilgari tavallud topganlar. Xadicha onamiz eng e'tiborli Makkadagi zodagon oilalardan birida tavallud topdi. Xadicha onamizga o'z uylarida bir qiz bolani yaxshi ma'rifatli, ma'naviyatli bo'lib o'sib ulg'ayishi uchun, baxtli, saodatli bo'lishligi uchun nima zarur bo'lsa, hamma narsasi muhayyo qilingan edi. Xadicha onamizga juda ham e'tibor bilan tarbiya qilar. U onamizga o'ziga xos bo'lgan go'zal husn xulq bilan birga go'zal xush suratlik ham berilgan edi. Ham go'zal suratlik, ham husn xulq sohibalaridan biri edi. Tabiiyki bunday qizlarga uylanishlik, bunday qizni kelin qilishlik hammada ham orzu bo'ladi. Hatto Makkadagi eng katta zodagonlar, eng katta badavlat asl zodalar ham Xadicha onamizni kelin qilishlik orzusida bo'ldilar. O'sha davrlarda ehtimol azizlar turmushga chiqishlik ertaroq bo'lganmi, Xadicha onamiz birinchi turmushlarini 15 yoshida qurdilar. Xadicha onamizga Abu Xola ibn Zirora at-Tamimi degan odam sovchi bo'ldi. Mana shunga Xadicha onamizni nikohlab berdilar. Xadicha onamiz o'zlarini orzulari bor edi. Ayollar ichida eng xonadonda bekasi bo'lsa, suyukli bir mahbuba bo'lsa, o'zini jufti haloli bo'lgan erini hammani oldida obro'sini baland qilsa, uni hurmat va ehtiromini joyiga qo'ysa, lekin afsuski Xadicha onamiz har qancha urinmasinlar, dunyodagi eng baxtli oilaga aylantiraman deb harakat qilmasinlar, Allohning taqdiri ekan, birinchi turmush o'rtog'i bo'lgan Abu Xola olamdan o'tib qoldi. Natijada Xadicha onamiz erta beva bo'lib qoldilar. Lekin qalblarida o'sha uy bekasi, haqiqiy jufti halol bo'lish orzusi saqlanib qoldi. Albatta bunday ayollar hech qachon yolg'iz uyda o'tirib qolmaydi. Xadicha onamiz eri olamdan o'tgan bo'lsa-da, uydan sovchilarning keti uzilmas edi. Hamma mana shunday go'zal xulqlik ayolga uylanishni orzu qilardi. Ana bundan keyin o'sha Qurayshlarning eng ashraflaridan, obro'lilaridan bo'lgan Atiq ibn Obid ibn Abdulloh al-Maxzumi degan bir kishi Xadicha onamizga sovchi qo'ydi. Atiq ibn Obid Xadicha onamizni obro'si, go'zal husni xulqi uchun sovchi qo'ygan edi. Xadicha onamizning orzusi esa hali aytib o'tganimizdek, yaxshi uy bekasi bo'lish, yaxshi jufti halol bo'lish, erini baxtli qilish edi. Shuning uchun bu ikkinchi odamga ham rozi bo'ldi. Lekin afsuski Xadicha onamiz kutgan turmush o'rtog'i bo'lib chiqmadi. Xadicha onamizning orzusidek o'zining sharafini ulug'laydigan, ayolini hurmatlaydigan, uyda mana shunday sharafli, baxtli, saodatli bir qo'rg'on qurishlikka loyiq bo'lmagan erkak bo'lib chiqdi. Va bu oila hech qanchaga bormasdan buzildi. Va shundan keyin Xadicha onamiz radhiyallohu anha uyda o'tirib qoldilar. Lekin Xadicha onamiz uyda o'tirgan bo'lsalar-da azizlar, butun Quraysh qabilasi ichida obro'lari ortib ketgan edi. Bu onamizni hamma Tohira degan laqab bilan, Pokiza degan laqab bilan aytardilar. Xadicha onamiz Tohira edilar. Nihoyatda pokiza ayol edilar. Odamlarga ozor bermaydigan, kambag'al parvar, tavozilik, xush xulq, husn xulq sohibasidan edi. 25 yoshga kirganda butun Quraysh ayollarining ichida sayyidasiga aylandi. Ya'ni sayyid degani o'zbekchasiga janob degan ma'noni beradi. Sayyida esa xonim degani bo'ladi. Quraysh qabilasidagi butun ayollarni xonimi bo'ldilar. Chunki o'zlarining ilmlari, ma'rifatlari, husn xulqlari, odoblari bilan mana shu maqomga yetgan edi. Xadicha onamiz azizlar nihoyatda husn xulq bo'lishlik bilan birga o'ta teran fikrli edilar.
Kitoblarda yozishicha Hadicha onamiz biror marta butga sig'inmagan ekanlar. O'sha mahaldagi johiliyatda ishlarini birortasini qilmasdi ekanlar. O'zlariga o'sha davrdan Alloh azza va jalla ajib bir aql farosat bergan va ayniqsa Hadicha onamizni bunday qaroriga, shirkdan, kufrdan qochishligiga Hadicha onamizni Varaqa ibn Nafal ismli amakivachchasi sabab bo'lgan edi. Varaqa Injil, Tavrot, Zabur kabi qadimiy kitoblarni o'qigan, Ibrohim Halilullohni sof dinida kelayotgan taqvolik musulmon odam edi. Hadicha onamiz mana shu amakivachchasini oldiga borar va undan qadimgi o'tgan kitoblar haqida gaplashishni, o'tmish payg'ambarlarning hayotlarini eshitishni yaxshi ko'rardilar. Mana shu holatda yurardilar. Kunlardan bir kuni Hadicha onamiz Ka'batullohga bordilar. Ka'batullohni borib tavof qildilar. U yerda shu Ka'baning egasi bo'lgan Robbimizga iltijolar qildi, duolar qildi. Va shu bo'yi kelib o'zlarining hujralariga kirib uxlab qoldilar. Bir tush ko'ribdilar. Shu uxlashligida, tushida azizlar, hovlisiga osmondan katta bir quyosh Hadicha onamizni uylariga tushibdi. Uylariga tushib, o'sha joyda o'rnashib qolganmish. Butun atrof ziyo va chiroyga to'lgan. O'sha quyosh bu hovlida turib, yana boshqa joylarga ham o'zini nurini sochyapti ekan. Qarang, ko'rgan tushlarini. Osmondan quyosh Hadicha onamizning uylariga tushib, butun olamga nur sochyapti ekanlar. Hadicha onamiz uyg'onib, o'zlarini juda ham chiroyli sezdilar. Shu tushlaridan keyin ajoyib o'zlarini nihoyatda rohatlanib ketdilarda, tezda amakivachchalari bo'lgan Varaqa ibn Nafalni oldiga bordilar. Borib, amakisiga ko'rgan tushni aytib berdilar. Shunda amakilari tushni qayta-qayta eshitar ekan, Hadicha onamizga qarab, "Ey amakimni qizi, suyunchi ber" dedilar. "Mujdalar bo'lsin senga. Agar Alloh tushingni o'ngidan keltiradigan bo'lsa, seni hovlingga quyosh emas, payg'ambar alayhisolatu vasallamning ziyosi kirar ekan. Sen oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lasan inshaalloh. Va mana shu u zot kirgan uydan butun olamga fayz, nur tarqaladi" dedi. Bu gapni eshitgan Hadicha onamiz juda g'alati ta'sirlanib ketdilar. Haqiqatda azizlar, tasavvur qilib ko'ring, ey opa-singillarim, bu holatni bir ko'z oldingizga keltiring. Hali Rasululloh kim ekanligini bilmasdan turib, oxir zamon payg'ambari dunyoga keladi, oxirgi zamon payg'ambari zohir bo'ladi va sen unga jufti halol bo'lasan. U payg'ambar seni xonadoningdan butun olamlarga nur sochadi degan gapni eshitishlik qanchalar rohat edi. Hadicha onamiz ta'sirlanib ketdilar. Amakivachchalardan so'radilar, "Bu oxir zamon payg'ambari deganingiz nima?" dedi. "Kim bu zot?" Va amakilari eng oxir zamon payg'ambarini chiqishligi yaqinlashib qolganligini, mana shu zot Makka mukarramada chiqishligini va u zotning ko'rinishi qanday bo'lishligini, sifatlari qanaqaligini hamma narsasini aytib berdilar. Shu kundan e'tiboran Hadicha onamiz hali o'zi ko'rmagan, hali tanimagan zotga qalbida muhabbat paydo bo'ldi. Har kuni mana shuni orzusi bilan yashardilar. Hadicha onamiz uyida o'tirib qoladigan ayollardan emas edi azizlar. Uyiga ketma-ket sovchilar kelardi. Odatda har qanday kelayotgan sovchiga beriladigan savollar bir xil bo'ladi. Yoshi nechida, topish tutishi qanday, zoda qanaqa, qaysi nasldan va hokazolar beriladi. Lekin Hadicha onamiz berajak savollar kelayotgan sovchilarni o'ylantirib qo'yardi. Hadicha onamiz butunlay boshqa savollarni berardi. Na uni dunyosidan, na uni kasbidan emas, amakivachchasidan eshitgan sifatlarni izlardi. Sovchi bo'lib kelgan odamda oxir zamon payg'ambarda bo'lish kerak bo'lgan sifat va xabarlar borligini so'rardi va bu narsalar topilmasa, ularga uzr aytardilar. O'sha davrda arab ayollari yilda bir marta Ka'batullohning atrofida to'planishib, mana shu joyda ibodat qilib, Ka'bani egasidan o'zlarini bir yilda bo'ladigan orzu umidlarini so'rar ekanlar. Butun ayollar chiqib Ka'bani oldida to'planishar ekan. O'sha kuni Ka'ba ayollarga to'lib ketar ekan. Aynan mana shu kuni Hadicha onamiz radhiyallohu anha ham chiqib bordilar. Ka'bani chin ixlos ila tavof qildilar. Qalblari titrab Allohga nola qildi. O'tirib qalbidagi bor narsalarini to'kib duo qilayotgan edilar. Boshqa ayollar ham yonlarida o'tiruvdi. Birdan bir erkakning ovozi eshitilib qoldi. Bir kishining ovozi, qari odam, tanimaydi. "Ya ma'sharan niso" dedilar. "Ey ayollar jamoasi, modomiki bugun Ka'ba atrofida turib duo qilib, Allohdan baxtingizni, iqbolingizni so'rar ekansiz, oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'laman deb so'ranglar. Mana bu narsani bugun so'rab olinglar" dedi. U yerda turgan ayollar bu gapni tushunmadi. Ba'zi birlari qarg'adi, ba'zi birlari so'kdi, ba'zi birlari tosh ham otdi. Lekin yagona birgina ayol bu gapni eshitib butun vujudi titrab ketdi. Yagona birgina ayol qo'llari beixtiyor duoga ko'tarildi.
yagona birgina ayolning ko'zidan duv yosh oqdi va Robbimdan mana shu aytilgan oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lishligini iltijo qildi. Bu ayol Xadicha onamiz edilar. Bismillahirrohmanirrohim. Xadicha onamiz Ka'batullohda hamma ayollar bilan o'tirganda Rasulimiz alayhisolatu vasallam oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lishligini duo qilganlardan keyin uylariga ketdilar. O'sha kundan e'tiboran har kuni ushbu duosini mustajab bo'lishini umid qilar. Amakivachalari aytgan o'sha oxir zamon payg'ambari tushlarda ko'rgan bu quyosh qachon hovlisiga tusharkin deb orzu qilardilar. Tabiiyki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha paytda 25 yoshga kirgan edilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning yoshlik chog'laridan bu zotda boshqalarda bo'lmagan ajib bir husn xulq borligi va omonatdorligi atrofga tarqab, allaqachon insonlar bu zotni oddiygina Muhammad emas, balki Muhammad Amin deb chaqirayotgan pallalar edi. Ya'ni rostgo'y, omonatdor degan nomga loyiq bo'lgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilasizki, ta'rifga til ojiz ko'rinishga ega bo'lgan. Shuning uchun u zotga jufti halol bo'lishligini hamma ayol orzu qilgan. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam qachon oila qurishligi va kimga oila qurishligi tabiiyki bu Robbimiz Alloh azza va jalla tomonidan belgilangan taqdir. Qachon lozim bo'lsa va kimga uylanishlik yozilgan bo'lsa, mana shunga uylanmoqliklari lozim edi. Ayni paytda Xadicha onamiz ayollar orasida katta tojira bo'lib, yaxshigina obro' e'tiborli bo'lib, har yili Shom sharifga o'zini karvonini yuborardilar. Tijorat karvonini ayol kishi bo'lganliklari uchun o'zlari olib borib sotishlikka qodir bo'lmaganliklaridan, albatta erkaklardan o'zlariga bir karvonboshi yollardi. Bu karvonboshi Shom sharifga borib Xadicha onamizning mollarini sotib, u yerdan shoyi, atir yoki shunga o'xshash noyob mollarni olib kelardi. Umuman o'zi azizlar, Makka ahllaridagi Quraysh zodagonlarining boylari faqatgina tijoratdan boy bo'lganlar. Chunki bilasizki, bu yerlar sahro, issiq joy, boshqa narsadan tirikchilik qilib bo'lmaydi. Asosiy daromadi ularni mana shu tijoratdan bo'lgan. Va albatta ayollar ichida Xadicha onamizdek badavlat bo'lgan ayollar yagona edi. Lekin o'zlari qila olmasdan majbur erkaklar yordamiga muhtoj bo'lardilar. Hatto masalan aytaylik, ikkita karvon bo'lsa, bitta karvon to'la Xadicha onamizniki, qolgan karvon esa boshqa boylarni to'plagan karvoni bo'lardi. Shu darajada badavlat bo'lgan. Vaqti keldi, Xadicha onamizdan xabar tarqadiki, Xadicha binti Xuvaylid radhiyallohu anha o'zining karvoni uchun karvonboshi qidiryapti ekan degan gap keldi. Ayni shu paytda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amakilari Abu Talib eshitib qoldi. Abu Talib ancha qo'li yupqalashib qolgan, bolalari, oilalari ko'p. Umuman mana shu qavmning kattasi bo'lishiga qaramasdan, mol dunyoga juda ehtiyoji bor edilar. Shuning uchun jiyanlari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib aytdilarki, "Jiyan, eshitgan bo'lsangiz, ayollarimizni Qurayshning sayyidasi Xadicha binti Xuvaylid karvon chiqaryapti ekanlar. Agar siz unga karvonga ishga kirsangiz edi, karvon boshi bo'lsangiz edi, uni bahonasida biz ham o'sha tijoratga sherik bo'lib olar edik. Chunki o'zimiz karvon chiqarishlikka qodir emasmiz. Juda ham mol dunyoga ehtiyojimiz bor. O'zingiz ko'rib turibsiz. Kundan kunga qiynalib qolyapmiz" dedi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Xadicha binti Xuvaylid karvon boshi qidiryapti ekanmi dedilar. "Ha, shunday ekan, borasizmi?" dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam azizlar, nihoyatda viqorli, biror bir narsaga ta'ma qilmaydigan, dunyo uchun ko'zlari to'q, qalblari to'q, ma'rifatli, ma'naviyatli bo'lgan ulug' zot edilar. Shuning uchunmi amakilarni bu gapligini eshitdilarda, agar xohlasa o'zi chaqirar dedilar. Qiziq gap bo'ldi-ku. Odamlar Xadicha binti Xuvaylidek badavlat bir ayolga xizmatkor bo'lay, karvon boshisi bo'lay deb uyini eshigini tagida navbat kutayotgan bo'lsa, ularni qaysi birlaridir olishlikka, qaysi birlarini umuman kirgizmaslikka amr qilib turgan bu ayol o'zi chaqirib qolar desa-ya, amakilari bu gapdan hayron bo'ldi. "Jiyan" dedilar, "Siz borguncha birortasi bu ishni ilib ketib qolarmikin deb qo'rqyapman-da" dedi. Jiyanlari, amakilari Abu Talibga juda ma'noli qilib qaradilar-da, "Lozim bo'lsa o'zi chaqirar" dedilar. Endi tortishuvni hojati yo'q edi. Chunki amaki bu jiyanini hech qachon dunyo uchun boshini egmasligi
dunyo uchun biror bir inson oldida tavozi qilmasligini yaxshi bilardilar. Shuning uchun ortiqcha gap dedi shekilli, indamasdan hammaylar o'zingiz bilasiz deb ma'yusgina chiqib ketdi. Bu gap qarangki atrofga chiqdi, chunki Abu Talib amakilar chiqib ehtimol biror kishiga bu bo'lgan voqeani jiyaniga taklif qilganini, jiyani esa mana shunday javob berganini aytgan bo'lsalar kerakki, Xadija onamizga qadar bu gap yetib keldi. Xadija onamiz Abu Talibni jiyani shunday debdimi deb hayron bo'ldilar. Chaqirmasalar ham eshigini tagida odamlar turgan bir paytda Abu Talibni jiyani Muhammad Amin laqabli bu ulug' zot o'zi chaqirib qolar lozim bo'lsa deyishligi Xadija onamizni chuqur o'yga solib qo'ydi. Suhbatimizni orasida aytganimizdek, axir Xadija onamizni fikri hayoli faqatgina ko'rgan tushlari va qilgan duolari ta'sirida oxiri zamon payg'ambarini zohir bo'lishligini kutishi, bu zotga go'zal jufti halol bo'lishlikdan boshqa orzulari yo'q edi. Shuning uchun har qanday biror bir erkakda, biror bir kishida g'ayri tabiiy, g'ayri odatiy biror bir narsani eshitib qolsa, sergak tortadigan bo'lib qolgan edilar. Bundan ham hayratlandilar. Nega unday qildikina dedilar. Tezda odam yuborib chaqirtirib keldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam oldilariga kirib keldi. Xadija onamiz qarab turdilar-da, bir oz o'zlarini noqulay seza boshladi. Har qanday odamga shijoat ila gapira oladigan, har qanday xizmatkor erkakni birgina nigohi bilan yoki birgina gapi bilan o'z o'rniga o'tkazib qo'yadigan Quraysh ayollarini sayyidasi deb nom olgan Xadija binti Xuvaylid qarshisida turgan munavvar yuzli, muattar hidlik bu inson oldida o'zini o'ta ojiz sezib qoldilar. Jim bo'lib qoldilar-da, sizni omonatdorligingiz, sizni ishonchli sadoqatligingiz va sizni hamma tomonlama rostgo'yligingiz va bir qancha ajib fazilatlaringiz uchun ruxsat bersangiz, sizni karvonboshi qilib ishga olmoqchiman dedi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam bu taklifni qabul qildilar. Xadija onamiz nihoyatda mamnun bo'lib, o'z karvonini tayyorlashga buyurdilar. Bu xabarni Muhammad sallallohu alayhi vasallam amakilari Abu Talibga borib aytdilar. Amaki, mana Xadija binti Xuvaylid o'zini karvoniga karvonboshi qilib chaqirdi degan gapni eshitganda, amakilari juda ham xursand bo'lib ketib, bu bizga va sizga Allohning bergan ulug' rizqidir deb xursand bo'ldilar va o'zlari ham bir ozgina mol tayyorlashga va shu bahona bu karvonga qo'shib bir oz bo'lsa-da oilasi ta'minotini yaxshilab olishlikka umid bog'ladilar va jasoratli, halol, mana shunday mard jiyani borligi uchun Allohga shukronalar aytdilar. Xadija onamizni uyida anchadan beri xizmatini qilib keladigan Maysara degan xizmatkorlari bo'lardi. Maysara oyoq qo'li chaqqon, ko'zi ziyrak, qulog'i yaxshi eshitadigan, hamma narsani tez deb ilg'ab, o'zini xo'jasi bo'lgan Xadija binti Xuvaylidga hamma narsani to'g'ri va oqizmay, tomizmay aytib turadigan haqiqiy ishonchli xodimlaridan edi. Ko'proq Xadija onamiz biror bir erkaklarni tijorat karvoniga boshliq qilib yuborayotganda Maysarani qo'shib yuborardi. Maysarani asosiy ishi tijoratlarga aralashish emas, balki o'sha karvon boshini xiyonat qildimi, qilmadimi, matolar qancha puldan sotildi-yu, qancha foyda bo'ldi, hammasini hisob-kitobini olib borardilar-da, va bo'lgan voqealarni hammasini hojasiga aytib berardilar. Karvon tayyorlanib, safariga Muhammad Amindek ulug' bir zot karvonboshi bo'lib turgan bir pallada Xadija onamiz xizmatkorlari Maysarani chaqirdi. Maysara doimgidek hozir menga Xadija onamiz narx-navolarga hushyor bo'lishlik, ehtimol tijoriy boshqa masalalarni ham aytar deb umid qilgan edi, lekin nimagadir boshqacharoq topshiriq aytildi. Maysarani bir chekkaga oldida, "Maysara, sen hech narsa bilan ishing bo'lmasin. Faqatgina karvonimni kuzatib ketayotgan mana shu yigitni kuzatasan. Har bir bo'lgan ishini menga yetkazasan" dedi. Maysara o'zi doim ham shunday qilardi-ku, lekin narx, navo, tijorat haqida gapirmadilar, balki shaxsni o'rganish haqida topshiriq berdilar. Maysara yo'lga chiqdi. Birgalashib bular Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning birinchi tijoriy safari bo'ldi. Ha azizlar, Muhammad sallallohu alayhi vasallam go'zal payg'ambarimiz, suyukli habibimiz yoshligidan o'zlarining rizqlarini peshona teri bilan topib yegan zot edilar. Undan avvalroq qo'y boqardilar, cho'ponlik qilardilar, mehnat qilardilar. Endi esa tijoratda o'zini sinab turibdilar. Viqor bilan Allohga tavakkal qilgan holda safarga otlandilar. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Maysara bilan Shomga chiqdilar. Amakilari Abu Talib, bilasizlarki, yoshlik chog'ida Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamni xuddi shu safarga olib chiqqan edilar. Ayni mana shu yo'ldan o'tgan edilar.
Bu yo'lda ketayotganlarida yo'lda uchragan nasroniy rohib amakilari Abu Tolibga mana bu go'dak yetim bolani ehtiyot qilishlik, uni muhofaza qilishlik, agar g'animlar, dushmanlar, yahudiylar bilib qolsa, bolaga zarar yetkazishi mumkinligi to'g'risida xabar bergan. Amakisi mana shu gapni doim yodida saqlab yurar ekan, yo'lga chiqishdan oldin butun karvonda ketayotgan xizmatchilari hammasiga jiyanlari Muhammad sallallohu alayhi vasallamni muhofaza qilish, ehtiyot qilish, parvarish qilishni iltimos qilib, ularga topshiriq qilib aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Maysara birgalikda Shom sharifga qarab yo'lga otlandilar. Ular Shomga yetib bordilar. Tijoratlari go'zal holatda ado bo'ldi. Shu qadar chiroyli, barakotli savdolar bo'ldi. Maysara haqiqatda ham bu zotni har bir qadamini ko'rar, har bir qadamini tekshirar, har bir so'zlariga e'tibor berar, har bir xatti-harakatini yodida saqlab turar edi. Qaytib keldilar. Nihoyatda tijorat barakali bo'ldi. Shu qadar barakotli bo'ldiki, boshqa biror safar bunday darajada tijorat baraka qilmagan edi. Kelganlaridan keyin haligi Maysara payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Marris Zahronga yetib kelganlarida aytdiki, ruxsat bersangiz men ertaroq borib bu tijoratimizning barakasini, tijoratimizdagi yutuqlarimizni o'zimni hojamga Hadicha onamizga borib aytib tursam dedilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam mayli avvalroq borgin dedi. Maysara avvalroq yetib keldi. Hadicha onamiz uyda o'tirardilar. Oldilariga kirib aytdilarki, biz keldik, tijorat bundoq bo'ldi deb gapirdilar. Hadicha onamiz quloq solib turar ekan, Maysaraga qarab, men aytgan ishlar nima bo'ldi? Nimani ko'rding dedi. Shunda Maysara, Hadicha binti Xuvaylid, men ko'rgan narsani aytsam birov ishonmaydi dedi. Sen aytgin, nima ko'rding? Men ishonaman dedi. Bilasizmi? Siz menga mana bu odamni yaxshiroq kuzat deganingizdan boshlab ko'zimni uzmadim. Biz karvon bilan Shomga chiqdik. Yo'lda ketayotib qarasam, juda qattiq issiq. Bizni tepamizda doimiy bir bulut soya qilib ketayotganini ko'rdim dedi. Bu odam nihoyatda bosiq, hech kim bilan janjallashmaydigan, nihoyatda insonparvar, ajoyib fazilatli zot ekanlar. Ustilarda ketayotgan bulutni men kuzatib bordim. Hattoki bir yo'lga ketganimizda hammamiz taniydigan yo'lda bir Nestura degan rohib bor dedilar. Men rohib bilan bir masalada gaplashmoqchi bo'lib uni oldiga bordim. Ayni o'sha paytda bizning karvonboshimiz Muhammad Amin sallallohu alayhi vasallam bir daraxt tagida o'tirar edi. Men Nesturani oldiga bordim. Ya'ni bu nasroniy rohibi edi. U menga qarab, "Ey Maysara" dedilar. "Ona bu daraxtni tagida o'tirgan kim?" deb so'radi. U ko'zini daraxtdan uzmas edi. Men orqamga qaradim deydi Maysara. Qarasam daraxtning tagida karvonboshimiz, bizni tijoriy rahbarimiz, siz ishon bildirgan Muhammad Amin sallallohu alayhi vasallam o'tirardilar. Shunda men bu bizning karvonboshimiz Muhammad deb aytdim dedilar. Shunda Nestora bir oz qarab turdi-da, Allohga qasamki, bu oxir zamon payg'ambari deb yubordi. So'ng menga qarab, bu kishining ko'zida qizilligi bormi dedilar. Ha, ko'zlarini bir chekalarda qizillik alomatlari ko'rinib turadi, hech qachon ketmaydi dedi. Shunda u kishi, Allohga qasamki, bu odam oxir zamon payg'ambari. Qaniydi u odam zohir bo'lganda men yonida tursamidim dedi. Men buni gapiga tushunmadim dedi Maysara. O'sha paytda daraxt u zot o'tirgan tomonga o'zini shoqini pasaytirib soya berib turar edi. Buni ko'rgan Maysara ajablangan ekan. Hattoki ular o'sha eng mashhur bo'lgan Busro degan bozoriga kirib bordilar. Busro bozorida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda aytibdilarki, Maysara juda ko'p tijoratlarni qilib turuvdilar. Bir odam keldi. Kelib bir savdo haqida tortishib qoldilar. Shunda haligi odam, agar bu tijoratdagi gapirayotgan gaplaringiz rost bo'lsa, unda Lot va Uzzoga qasam iching dedi. Shunda u Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men Lotga ham Uzzoga ham hech qachon qasam ichmaganman va uni nomini tilimga ham olmaganman deb burilib qaytib ketganini ko'rdim dedi. Mana shu gapni aytganda Hadicha onamiz beixtiyor o'tirib qoldilar. Chunki bu gaplar hammalari amaki vachchasi Varaqa ibn Nafaldan eshitgan xabarlar edi. Amaki vachchasi ayni shu gaplarni gapirgan edi. Oxir zamon payg'ambari bo'ladigan insonni boshida bulutlar soya qilishligi yo'q. Daraxtlar engashib, salom berib soya qilib turishligi yo'q. Hech qachon bu sanamlarga qasam ichmasligi va yolg'on gapirmasligi va boshqa sifatlarini hammasini amakisidan qanday eshitgan bo'lsa, Maysara og'zidan ham mana shunday eshitishlikka musharraf bo'ldilar. So'ng Maysaraga ruxsat berdi. Va shu kundan e'tiboran Hadicha onamiz juda ham o'ylanib qoldilar.
qaytib kelganlarda tijorati barakasini ko'rib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning omonatdorligi va u zotning ajoyib nigohlarini ko'rgan Hadicha onamiz yanada parishon bo'lib qoldilar. Teran fikrli, ziyrak aqlli bu ayol o'zi bir necha kundan beri kutayotgan, tushida quyosh bo'lib kirgan zot ayni mana shu Muhammad ibn Abdulloh ekanligiga amin bo'ldilar. Shundan keyin bu zotga turmushga chiqish chorasini izlay boshladilar. Lekin qandoq qilib turmushga chiqadi? O'zingiz o'ylang. Yoshlari katta bo'lib qolgan, 40 yoshga kirgan. To'g'ri, ba'zi tarixchilar hattoki bundan yosh ham deganlari bor ekan azizlar. Hammasi 40 yosh deb aytganlari emas ekan. Ba'zi bir tarixchilarning kitoblarini ko'rganimizda Hadicha onamizni 40 yoshdan yosh bo'lganliklarini ham aytayaptilar. Lekin biz ko'p tarixlarda 40 deb o'rganganmiz, bu hijriy sana bilan hisoblaganda 40 yosh deb aytayaptilar. Hadicha onamiz hayron bo'ldilar. Qanday qiladi? Axir Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'sha mahalda 25 yoshga kirgan navqiron yigit bo'lsalar, atrofda qancha insonlar bu zotni turmush o'rtog'i bo'lishlik orzusida qancha ayollar yashayotgan bo'lsa, qancha insonlar kuyov qilish orzusida turgan bo'lsa, qanday qilarkilar Hadicha onamiz? Mana shu o'y bir qancha kun Hadicha onamizni o'ylantirib yurdi va o'zini dugonasi bo'lgan Nafisa ismli ayolga bu sirni ochdilar. Nafisaga iltimos qildi. Men Muhammad Amin sallallohu alayhi vasallamga turmush o'rtoq bo'lmoqchiman. Qanday qilsak bo'ladi dedi. Nafisa ancha ziyrak, shaddod ayol edilar. Bu masalani men hal qilaman dedi va Muhammad sallallohu alayhi vasallamni izlab ko'chaga chiqdilar. Bir joyda bu zot kelayotgandilar. Nafisa oldilariga chiqdilarda, "Ey Muhammad ibn Abdulloh" dedi. To'xtadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularning oldilariga kelib, "Sizni uylanishlikdan nima to'xtatyapti?" deb birdan savol berdi. Ya'ni go'zal bo'lsangiz, chiroyli bo'lsangiz, hamma yo'g'ingiz joyida bo'lsa, nasli nasabli zot bo'lsangiz, shunda Muhammad Amin laqabli bo'lib ulgurgan bu zot qo'limda moli dunyoyim yo'q dedi. Qanday qilib uylanaman dedi. Shunda sizni moli dunyo bilan ham ta'minlasa va sizga o'z muhabbatini izhor qilsa va sizga sadoqatlik jufti halol bo'lishlikka loyiq bo'lsa, o'zi hamma qavmini ichida obro'li va izzatli bo'lsa, nasli nasabi toza bo'lsa-yu, mana shunday ayol sizga turmushga chiqaman desa, rozi bo'larmidingiz dedilar. Hayron bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, "Bu ayol kim ekan?" dedi. "Bu Hadicha binti Huvaylid" dedilar. Bu gapdan hayron bo'ldilar payg'ambarimiz alayhisalom. "Xo'p, roziman desam, bu ishni qandoq qilamiz?" dedi. "U yog'ini menga qo'yib bering" dedilar. "Bu meni ishim" dedi-da, Nafisa qaytib ketdilar va Hadicha onamizga bu gapni yetkazdilar. Hadicha onamiz bundan xursand bo'ldilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni chaqirtirib kelishlikka amr qildi. Ikkalalari ko'rishdilar. Yuzlari lov-lov yongan, qalblari titragan bu ayol Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nima uchun turmushga chiqayotganini hatto o'ziga ham ayta olmayaptilar. "Sizni men oxiri zamon payg'ambari deb gumon qilyapman" deb ham ayta olmayaptilar. Chunki bu amakilari tomonidan eshitilgan sirli va qolaversa hech kim bilmaydigan bir voqelik edi xolos. Shuning uchun sizni rostgo'yligingiz, sizni ajoyib husni xulqligingiz, yetim parvarligingiz va go'zal fazilatlaringiz uchun o'zimni sizga baxshida qilmoqchiman degan gaplarni aytdilar xolos. Shundan keyin bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amaklari Abu Talibga yetib bordi va boshqa qavm qarindoshlar ham bundan xabardor bo'ldilar va Hadicha onamizning o'zlari tomonidan amakilari Varaqa ibn Nawfal va yana boshqa qarindoshlari hammasi xabardor bo'lib, endi bular nikoh marosimlariga tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Bu esa azizlar, Alloh taqdir qilgan oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamda bizlar uchun namuna bo'ladigan eng birinchi oilasi Hadicha onamiz bilan yangi oila qurilishdagi tarixiy voqea edi. Hadicha onamizning orzulari, Ka'ba oldida qilgan duolari mustajab bo'lgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hadicha binti Huvaylid radhiyallohu anha va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam mana shunday go'zal oila qurishlikka qaror qildilar. Uylariga bir qancha mehmonlarni chaqirib, go'zal bir to'y ham tashkil qildilar. O'sha kuni Hadicha binti Huvaylid radhiyallohu anhoning uyiga Bani Hoshimning kattalaridan anchagina odam hozir bo'lgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tomonidan qancha ulug'lar, amakilari Abu Talib, Hamza radhiyallohu anhu, Abbos radhiyallohu anhu, u kishining yana bir qancha birodarlaridan
Og'aynilaridan Abu Bakr, Ammor ibn Yosir va boshqalar hammalari kelgan edilar. Hadicha binti Huvaylid onamiz tomonidan amakisining o'g'li Varaqa ibn Nafal, akasining o'g'li Hakim ibn Hizom va yana bir qancha qarindoshlari kelib to'plandilar. Erkaklar bilan birga bir necha ayollar ham keldilar. Jumladan Sofiya binti Abdul Muttalib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ammalari ham keldilar. Hamda yana bir ammalari Otika ammalari ham birga bo'ldilar. Va to'y hammaga namuna bo'ladigan, havas qiladigan holatda bo'ldi. Shu payt Abu Tolib xutba qildilar. Arablarning odati bo'yicha kelin va kuyov tomon o'zlarini fikrlarini bildirib, ikki nikohga hammalari bir ovozdan rozi ekanliklarini kuyovning nomidan va kelin nomidan gapirardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tomonlaridan amakilari Abu Tolib turdilar. Albatta Abu Tolib bugun juda quvonchga to'lgan edi. O'zi orzu qilgandek oila bo'layotganidan, jiyani Muhammad sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi sayyida bo'lgan ayolga uylanayotganidan mamnun edilar. Shuning uchun ham o'rtaga chiqib guldiroz ovoz bilan hammani o'ziga qaratib ajib bir xutba qildilar. Hamma quloq solib turibdi. Abu Tolib shunday dedilar: bizning Ibrohimning zurriyotidan, Ismoilning ziroatidan, Ma'danning aslidan, Muzarning unsuridan qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. U zot bizni o'z baytining xazinadori, haramining siyosatdori qildi. U zot bizga hijobli baytni, omonli haramni berdi va bizlarni odamlar ustidan hokim qildi. Ushbu maqtovlardan keyin shuni bildirib ma'lum qilamanki, mening qardoshim bo'lgan, ukam bo'lgan Abdullohning o'g'li Muhammad sallallohu alayhi vasallam qaysi bir odam bilan uni o'lchovga qo'yilsa, albatta u o'zgalardan yaxshiligida ham, fazilatida ham, sharafida ham, aqlda ham, ulug'ligida ham ustun keladi dedilar. Ya'ni jiyanlari Muhammad alayhisolamni maqtayaptilar. Agar moli oz bo'lsa, albatta mol bu soya kabi o'tkinchi narsadir. To'skuvchi bir narsadir, qaytarib olinadigan qarzdir. Muhammadning qarobotini o'zingiz yaxshi bilasiz. U Hadicha binti Huvaylidga sovchilik qildi. Unga mahriga meni molimdan ertasi uy kechib bo'lib 12,5 uqiya tilla berdi. Allohga qasamki, bundan so'ng uning ishi ulug' bo'lar va sha'ni buyuk bo'lar dedi. Abu Tolib xutbasini tamomladi. Hamma yoq sukunat bo'ldi. Aytilgan gaplarning ichida zarracha shubha yo'q edi. Haqiqatda ham, sharafda ham, aqlda ham, zakovatda ham, hamma narsada mana shu Muhammad Amin alayhissalomdan ustunroq biror kishi yo'q edi. Hech bir inson payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga biror bir kishini tenglashtira olmas edi. Faqatgina moli davlat kam edi. Shuning uchun amakilari alohida ta'kidlab aytdilar: mol nima bu? Bir soya kabidir. Kelib ketadigan narsa, Alloh tomonidan berilgan qarz, xohlasa olib qo'yadi. Buni hech qanday ahamiyati yo'q degan gaplarni gapirdilar. Bu gapdan juda ham ta'sirlangan Hadicha radhiyallohu anha onamizning amakivachchalari Varaqa ibn Nafal ham o'rnidan turdilar. Bu kishi ham viqor bilan, sokinlik bilan xutba qildilar. Bizni siz aytib o'tgandek qilib qo'ygan, siz sanab o'tganlaridan afzalroq Allohga hamd bo'lsin. Biz arablarning ulug'lari va rahbarlarimiz. Sizlar bu narsalarga ahlsizlar. Sizlarning fazlingizni biror urug' inkor qilmaydi. Odamlardan birortasi sizlarning faxringiz va sharafingizni rad etmaydi. Biz sizlarning arqoningiz va sharafingizga bog'lanishga rag'bat qildik. Ey Quraysh jamoasi, menga guvoh bo'linglar. Men jiyanim Hadicha binti Huvaylidni Muhammad ibn Abdullohga 400 dinar mahr evaziga nikohlashga rozi bo'ldim deb sukut saqladilar. Shunda Abu Tolib: men kelinni amakisi ham senga sherik bo'lishni istardim dedilar. Shunda Hadicha binti Huvaylidni amakisi o'rnidan turib: menga guvoh bo'linglar ey Quraysh jamoasi, men Muhammad ibn Abdullohga Hadicha binti Huvaylidni nikohlab berdim deb u kishi ham ovoz chiqardilar. Xullas mana shu joyda hammalari o'zlarini rozi ekanliklarini bildirdilar. Ajib bir to'y bo'ldi. Shu kundan Hadicha onamiz bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ushbu uyda yangi oilani boshladilar. Abu Tolib amakilari nikohdan behad xursand bo'lgan edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib duo qildilar. Bizdan g'amni ketkazgan, qayg'uni daf qilgan Allohga hamd bo'lsin dedilar. Chunki bu katta sharaf edi. Sharafli bir oila barpo bo'lgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam 25 yoshga kirganda qilgan to'ylari edi. Bu to'yda tuyalar so'yildi. Mana shunday xursandchiliklar bo'ldi. Hatto tarix kitoblarida aytilishicha, o'sha kuni Hadicha binti Huvaylidning joriyalari duf doiralar cholib, ayollar uchun ichkarida o'yinlar ham qilib berishdi.
Qo'yingki, hamma orzu qilgandek go'zal bir to'y tashkil bo'ldi. To'ydan keyin saodat to'la oilaviy turmush boshlandi. Butun insoniyatga namuna bo'ladigan, siz biz hozir ham eslaydigan go'zal bir oila barpo bo'ldi. Xadicha onamiz butun fikrini, zehnini, butun hayolini faqatgina o'z turmush o'rtog'i bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bag'ishida qilishlikka qaror qildilar. Xadicha onamizning qalbidagi ezgu niyatlarini, orzularini hech kim bilmas edi sizlar. Amakivachchalari Varaqa ibn Nafaldan eshitgan va tushlarida uyga quyosh bo'lib kirgan zot ayni mana shu Muhammad alayhisalom ekanligiga qalbining tub-tubidan ishonardilar. Va har kuni yashash davrida bir kun mana shu xabarni aytib qolarmikinlar? Qachon u xabarni eshitarkinman degan orzular yashardilar. Xadicha onamiz juda ham badavlat bo'lishlariga qaramasdan, o'zlarini turmush o'rtoqlari Muhammad alayhisalom oldida hech qachon katta tutmas edilar. Balki butuni, molini hammasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga egalik qilish huquqini bergan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ham mana shunga yarasha go'zal xulqlari bilan namuna bo'ldilar. Xadicha onamizning avvalgi turmushidan bitta o'g'illari bor edi, uning ismi Hind edi. Mana shu Hind bu xonadonda yashadi. Lekin Hind bu xonadondagi yangi kelgan uning otasi deb aytilayotgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni shu qadar yaxshi ko'rib qoldiki, payg'ambarimiz alayhissalom bu o'g'illariga o'z otadek munosabat bildirdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam esa o'zlari bilan birga xuddi onasidek bo'lib qolgan. Bir paytlar otasi Abdullohning xizmatini qilgan, keyinchalik onalari Omina onamizning xizmatini qilgan, barcha zahmat va istamlarda sherik bo'lgan Ummu Aymana degan joriyani ham birga olib keldilar. Bu cho'ri ayol payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yoshligidan katta qilgan edi. Uning haqiqiy ismi Baraka Habashiya edi. U payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni tug'ilib to payg'ambar bo'lguncha bo'lgan hayotlariga guvoh bo'lgan ayollardan biri edi. Hattoki onalardan ayrilgan mahalda ham yosh go'dak bo'la turib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ko'zlaridan oqqan yoshlarni ko'rgan bu ayol vujudlari bilan titrab, qani endi mana shu yetim bola vaqtiki kelib butun dunyolarga said bo'ladi deb orzu qilib, baxti saodatga sherik bo'lishlikni Allohdan so'ragan bo'lsa ajab ermas. Mana shuning uchunmi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qayg'ularida ham, xursandchiliklarida ham sherik bo'lgan Ummu Aymanani Xadicha onamizning uyiga birga olib keldilar. Hech kim bunga to'sqinlik qilmadi. Balki Xadicha onamizning uylarida Ummu Aymana yana ham rohatlanib yashadilar. Shunday qilib azizlar, Xadicha onamiz bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning baxtli, saodatli kunlari o'tib borar edi. Bismillahirrohmanirrohim. Kunlar o'tib, Allohning marhamati bilan azizlar, Xadicha onamiz oilasiga katta quvonch kirib bordi. Qanday quvonch deysizmi? Har qanday oilaga quvonch bag'ishlaydigan, har qanday ota eshitganda beixtiyor ko'ziga quvonch yoshi keladigan xabar keldi. Xadicha onamiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'zlarini og'ir oyoq bo'lib qolganliklarini xabarini berdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom juda xursand bo'lib ketgan edilar. Allohning marhamati bilan Xadicha onamiz Alloh belgilagan taqdircha homilador bo'lib yurdilar-da, keyin bir o'g'il ko'rdilar. O'g'illariga yaxshi niyatlar ila Qosim deb ism qo'ydilar. Lekin o'zingiz shohidi bo'lgansiz. Biz tasadduq ya Rasululloh suhbatlarini o'tkazganimizda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni qancha qiyinchilik va zahmat sinovlariga uchraganligini bilgan edingiz. Mana shu sinovlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga hatto payg'ambar bo'lmasdan turib ham izma-iz yurgan edi. Kechagina xursand bo'lgan Qosim deb ism qo'ygan bu o'g'illari hech qancha yashamasdan olamdan o'tib qoldilar. Lekin sabr bardoshlik, erta onasidan ayrilgan, otasini ko'rmagan, qancha qiyinchilik va zahmatlarga chidagan bu zot bu musibati ham Allohdan yengilligini so'rab sabr qildilar. Xadicha onamizni yupatdilar. Alloh azza va jalla tez kunda ularga yana bir homiladorlik yangiligini berdi. Yana xonadonga nur to'lib ketdi, yana xonadonda baxt va saodat bo'lib ketdi, quvonchlar ichida qoldilar va Alloh yana bir o'g'il berdi. Payg'ambarimiz alayhissalom yana o'g'il ko'rdilar, juda xursand bo'ldilar va unga Abdulloh deb ism qo'ydilar. Ammo taqdir bu xursandchilik ham uzoqqa bormadi. Bu o'g'illari ham olamdan o'tib qoldi. Qayg'u, alam ustida qoldilar. Ikkita go'dak o'g'lidan ayrildi. Qarangki, bu Xadicha onamiz uchun ham, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uchun ham o'ta og'ir edi. Lekin sabr qildilar.
hech qachon besabrlik qilmadilar va tez kunda ularga Alloh taolo go'zal bir qiz ato qildi. Qiziga Zaynab deb ism qo'ydilar. O'zlariga o'xshagan go'zal bir qiz ko'rganligidan payg'ambarimiz alayhisalom xursand bo'lib turgan edilar. Oradan yana ozgina muddat o'tib Alloh yana bir go'zal qiz ato qildi. Bu qizlariga Ruqayya deb ism qo'ydilar. Opa-singil payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning uylarida egizakdek bo'lib katta bo'lardilar. Lekin Xadija onamiz bir oz qalbida xafalik bo'ldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita o'g'illari olamdan o'tib qoldi. Arablarda katta baho o'g'ilga berilardi. O'g'li bo'lmaslik ular uchun juda musibat edi. Shuning uchun qanday qilib ko'ngillarini ovlashni bilmadilar. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga o'zlarini qulini Zaydni yetalab keldilar. Aytdilarki, mana shu Zayd menga go'dakligida kelgan bolamdek bo'lib qolgan, shuni sizga beray dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Zaydni qo'liga oldi va Zaydga shu qadar bog'lanib qoldiki, uni yaxshi ko'rganligidan hatto bu go'dak bolani yetalab olib chiqib Ka'ba oldida odamlarga e'lon qildilar. Odamlar guvoh bo'ling, Zayd bugundan o'g'limdir. Men undan meros olaman, u mendan meros olishga haqlidir deb yubordilar. Lekin kunlar o'tib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni Zayd o'g'li emasligini va u uning xizmatkori ekanligini keyinchalik payg'ambar bo'lganlarida Alloh bu narsadan qaytargan edilar. Ungacha esa Zaydni go'yo o'g'ildek ko'rdi. Zayd ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni otasidek qabul qildi. Hatto asrab olingan bu qulni ota-onasi kelib olib ketamiz delganda ham ketmasdan o'zining xo'jayini bo'lgan, o'ziga ota deb qabul qilgan Muhammad alayhisalom bilan qolishligini ixtiyor qilgan edi. Ehtimol mana shu ishi bilan Xadija onamiz bir oz bo'lsa-da ikkita o'g'lidan ayrilgan jufti halolini ko'ngillarini olishlikka harakat qilgandirlar. Kunlar o'tib borar, hayot o'zini izida davom etar. Oila ishlarini payg'ambarimiz alayhisalom boshqarar, Xadija onamiz esa har kuni turmush o'rtog'ining xizmatlarini qilardi va qalbida doimo amakilardan eshitgan yangilik-yu, tushlarining ta'biri-yu, Ka'ba oldida yig'lab duo qilgan oxir zamon payg'ambari degan xabarini jufti haloldan eshitishlik va oxir zamon payg'ambarini jufti halolisan degan yangilikni eshitishlikka intizor bo'lib yashardilar. Bu orada ular yana bir qiz ko'rdilar. Bu qizlariga Ummu Gulsum deb ism qo'ydilar. Oradan hech qancha o'tmasdan siz bilan bizga eng suyukli bo'lgan, doimo ismlarini eslaganimizda beixtiyor egizak farzandlari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumoni eslatadigan ayollarimizning sayyidasi, jannat ayollarining sayyidasi bo'lgan Fatima onamiz ham dunyoga keldilar. Shunday qilib Xadija binti Xuvaylid radhiyallohu anha va Muhammad alayhissalom birgalikda oila qurganlarida 4 ta qiz ko'rdilar. O'g'il ko'rolmadilar. Buni hikmatini faqatgina Allohning o'zi bilguvchidir. Nega o'g'il bermadi? Buni faqat Alloh biladi azizlar. Ehtimolki avvalgi payg'ambarlarning o'g'illari o'zlariga meros bo'lib qolganliklari, payg'ambarlikni davom ettirganliklari, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oxir zamon payg'ambari bo'lganligi uchun Alloh azza va jalla rasulimizga o'g'il berishlikni lozim topmadi. Vallohu a'lam. Buni haqiqatini faqatgina Allohning o'zi biladi. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom biror marta nima uchun menda 4 ta qiz, nega o'g'il yo'q degan gapni gapirmaganlar. Allohni bu ne'matlariga shukrona qilib, to'rala qizlarni ham biridan birini yaxshi ko'rib, ularni izzat ikrom qilib, ular uchun hamma sharoitni yaratib, Xadija onamiz bilan birgalikda ularni baxt va saodati uchun birga harakat qilardilar. Kunlar o'tib borardi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam 40 yoshga kirdilar. Va siz bilan biz bilgan tarixiy voqea ro'y bera boshladi. O'sha yillari Rasulimiz alayhisolatu vasallam tez-tez uzlatga chiqadigan bo'lib qoldilar. Tushlar ko'radigan bo'lib qoldi. Nima tush ko'rsa o'ngida bo'ladigan bo'lib qoldi. Hayron bo'lardilar. Men nima tush ko'rsam o'ngimda bo'lyapti deb Xadija onamizga aytardilar. Hatto oxirgi paytda Hiro g'origa chiqib tahannus ibodatini qiladigan bo'ldilar. Ya'ni butun dunyoni ishlardan uzlatga chiqardilar. Hamma narsani unutib, bobolari Ibrohim Halilullohni dini bilan e'tiqodida yolg'iz Allohning o'ziga sig'inar va butun vujudini tafakkurga, tadabburga qaratardilar. Ba'zan uzoq kunlar u yerda qolib qolardilar. Uylariga kelardilar. Xadija onamizdan ba'zi yemish narsalarni olib yana chiqib ketardilar. Mana shunday qilib yurgan bir paytlarda, ayni mana shu Hiro g'orida turganlarda, Ramazoni Sharif oyida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga buyuk payg'ambarlik vazifasi topshirildi.
yer yuzini nurga to'ldirib, Qur'oni Karimdagi birinchi oyat Estaizu billah Iqra bismi robbikallazi xalaq oyati nozil bo'ldi. Sizni yaratgan Robbingiz nomi ila o'qing degan topshiriq keldi. Va mana shu bilan payg'ambarimiz alayhisalomni payg'ambar bo'lganliklarini xabari keldi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'zlari nihoyatda ta'sirlanib ketdilar. Kutmagan narsa bo'ldi. Chunki g'orda turganda birdan Jabroil Amin alayhisalomdek buyuk farishtani ovozini eshitishlari, o'qi degan gapni eshitganda o'zlari hayron bo'lib, "Analastu biqori, men o'qishni bilmayman" deganlarida Jabroil alayhisalom mahkam bag'rlariga bosib, butun dunyoni ilmini bu zotga kirgizib va oxir zamon payg'ambari bo'lgan xabarini berganlardan keyin Rasulimiz alayhisolatu vassalam shoshilganicha qo'rquv ila g'ordan uyga qaytdilar. Uyga suyuklik mahbubasi, zavjasi Xadicha onamizning uylariga shoshildilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Rasulimiz alayhissalatu vassalam ilk vahiyni qabul qilar ekan, o'zlarini ushay olmasdan yugurganlaricha hujralariga, saodat uylariga bordilar. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni Xadicha onamiz qarshi oldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ranglari oqargan, vujudlari titragan holda kirar ekan, eshigidan kiriboq "Zammiluni, zammiluni", ya'ni meni o'rab qo'yinglar derdilar. Hayratlanib qolgan Xadicha onamiz hech qachon payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni bu holda ko'rmaganliklaridan o'zlari ham hayajonlanib ketdilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rpaga o'rab qo'ydilar. Bir oz Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlariga kelganlardan keyin bo'lgan voqeani aytib berdilar. G'orda turganlarida oldiga Jabroil alayhisalom kelganliklarini va u zotga o'qi degan hukmda aytganini aytdilar. So'ngra Xadicha onamizni oldilarida turib, "Men bu holatdan qo'rqib ketdim. Menga biror bir narsa yomonlik bo'lmasmikin deb qo'rqdim" dedilar. Shunda Xadicha onamiz mehri ila Rasulimiz alayhisolatu vasallamga termalar ekan, u zotga qarab, "Undoq emas ya Rasululloh" dedilar. "Undoq emas. Allohga qasamki, Alloh sizni hech qachon sharmanda qilmaydi. Siz siylar rahim qiladigan zotsiz. Siz zaiflarga yordam beradigan zotsiz. Siz odamlar qilmagan yaxshiliklarni qilasiz. Siz mehmon do'stsiz. Mehmonni ham hurmat qilib, unga doimo ziyofat qilasiz. Biror bir kishi falokatga uchrab qolsa, birinchilardan bo'lib unga yordam berasiz. Shunday ekan, Alloh sizni hech qachon sharmanda qilib qo'ymaydi" dedilar. Bir oz tinchlantirdilar. Ha azizlar, umr yo'ldosh har qanaqa holatda o'zini jufti haloliga yordamchi, yelkadosh bo'lish kerak. Shuning uchun ham umr yo'ldosh. Bu umr, bu hayot. Ba'zan imtihonlarga uchraymiz. Shodligimizda ham yonimizda turib xursand bo'ladigan, qayg'uga botganimizda qayg'uyimizni aritib, bizga tasalli beradigan, musibat yetganda boshimizni silab, bizga sabr va qanoat so'raydigan bizning umr yo'ldoshlarimiz bo'lmoqligi siz aziza opa-singillarimiz, jufti halollaringizga shunday bo'lmoqligingiz lozim. Toki Xadicha onamizdan o'rnak olar ekanmiz, Xadicha onamizni mana bu harakatlarini ham o'rganib boring. Xadicha onamiz turmush o'rtog'ini qanchalik darajada yuksaklarga ko'tarib, hech qachon Alloh sizni sharmanda qilmaydi deyaptilar. Holbuki azizlar, Xadicha onamiz 15 yil qarib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak og'izlaridan ayni mana shu xabarni kutib yashagan edilar. Axir nima uchun turmushga chiquvdilar? Nega amakilardan eshitgan bashorat, nega tushlarda ko'rgan ajib bir ta'birlari, Ka'bani oldi qilgan duolari, oxir zamon payg'ambari keladi degan xabarni eshitib qalblari titraganlari va o'z xizmatkori Maysaradan u zotning hamma sifatlarini va payg'ambarlikka xos va mos ekanliklarini bilib turmushga chiqqan bu ayol 15 yil mobaynida biror marta sizni men shuning uchun kuyovlikka tanladim demaganlar. Balki faqat kutganlar, intizorlik ila kutganlar. Bugun mana shu kutgan xabarini, mujdasini eshitdilar. Eshitgan zahoti yupatdilarda Rasulimiz alayhisolatu vasallam "Yuring, men sizni bir joyga olib boraman" deb o'zlarini amakilari Varaqa ibn Nafalni oldiga olib bordilar. Varaqa ibn Nafal avval ham Xadicha onamiz ko'rgan tushlarini, "Seni uyingga quyosh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kiradilar, oxir zamon payg'ambarining jufti haloli bo'lasan" degan ta'birni bergan edilar. U mahalda Varaqa ibn Nafal ancha keksayib qolgan,
hatto ko'zi ko'r bo'lib qolgan edi. Xadicha onamiz yetalab bordilar va bo'lgan voqeani aytib berdilar. Varaqa ibn Nafal butun bo'lgan tafsilotlarni boshdan oxirigacha eshitar ekan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga va Xadicha onamizga qarab, mujdalar bo'lsin. Sizlarga Musa alayhisalomga kelgan farishta Jabroil alayhisalom kelibdi. Albatta bu siz uchun katta Allohning marhamatidir. Siz oxir zamon payg'ambari bo'ldingiz. Musa alayhisalomga va Iso alayhisalomga nozil qilingan narsa sizga ham nozil qilinibdi. Ey afsus. Qani endi seni qavming haydab chiqarganda baquvvat bo'lsam edi. Qani endi tirik bo'lsam edi deb yubordilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom hayron bo'ldilar. Varaqa ibn Nafalga qarab, meni qavmim haydab chiqaradilarmi dedi. Ha, qaysi bir kishi mana shu siz keltirgan narsani keltirsangiz dushmanlikka uchragan. Musa alayhisalom ham hamma payg'ambar o'sha kuni sizni oldingizda tursam edi, men sizni qo'limdan kelgancha himoya qilaman deb Allohdan so'rayman dedi. Lekin Varaqa ibn Nafal bu kunlarda Rasulimiz alayhisalom qiynalgan kunlarida yonida bo'la olmagan edi. Ayni o'sha vaqtda insoniyatni o'z qo'li bilan yaratib, uni go'dagligidan turli sarkashliklari, injiqliklariga va xato va adashishlarga qaramay payg'ambarlar yuborib, kitoblar nozil qilib, tarbiyalab kelayotgan Alloh azza va jalla unga eng oxirgi payg'ambarini yuborishligi, eng so'nggi kitobning nozil qilinishi va eng so'nggi mukammal va doimiy shariatni joriy qilishini iroda etgan payt yetib kelgan edi. Oxir zamon payg'ambarining kelish vaqti boshlangan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam eng qiyin mahalga to'g'ri keldi azizlar. Chunki hamma jaholat botqog'iga botib bo'lgan, avvalgi payg'ambarning yo'lidan ketuvchilar yo'llardan chiqib ketgan, zalolatda turgan bir paytda jaholat ichida turgan odamlarga nurni olib kelish qiyin. Chunki odam doimiy qorong'ilikda turgan mahalda birdan unga bir yorug'lik bo'lsa, ko'zlari buni ko'tara olmay yumilib qoladi. Rasulimiz ham alayhisolatu vassalam ayni mana shunday nur bo'lib johillar ichiga keldi. Va ularning yumilgan ko'zlarini ochishlik va bu nurga o'rgatishlik uchun butun hayotlarini shunga fido qildilar. Albatta bu ishda siz bilan biz hayotini o'rganayotgan tabarruk onamiz Xadicha binti Xuvaylid radhiyallohu anha bunga yelkadosh bo'ldilar. Xadicha onamiz ushbu xabarni eshitar ekanlar, birinchi bo'lib iymon keltirdilar. Butun tarixchilar, butun o'tgan ulamolar ittifoq qilib aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan birinchi bo'lib islomni qabul qilgan, birinchi bo'lib mu'mina bo'lishlik baxtiga musharrafa bo'lgan zot bu Xadicha onamiz ekanlar. Bunga hamma ittifoq qildi. Xadicha onamiz qanday ham baxtli ayol edilar azizlar. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan vahiy kelgan xabarini eshitishlari, birinchi mu'mina, birinchi muslima, birinchi sahobiya bo'ldilar. Dunyoda islom ilk kelgan mahalda ikkita musulmondan boshqa hech kim bo'lmadi. Bu birlari Muhammad sallallohu alayhi vasallam, birlari esa Xadicha onamiz edilar. Shuning uchun ham keyinchalik ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu onamizni eslar ekan, Xadicha islomning yarmi edi. Dunyoda ikkimizdan boshqa hech kim musulmon emas edi. U ummatning yarmi, men esa yarmi bo'lganman deyardilar. Ummatning yarmi bo'ldilar-a? Butun islom ummatining yarmi degan nomga loyiq bo'lgan mana shu onamizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Jabroil alayhisalom Xadicha onamizga Alloh haq azza va jallaning salomini yetkazishlik bilan u zotga va'da qilingan jannatiga qasrlarni ham xabarini aytgan ekanlar. Xadicha onamiz mana shunga loyiq bo'lib hayot kechirdilar. Biror marta uyda qiyinchilik bo'lganda Rasulimiz alayhisolatu vasallamga oshkor qilmadilar. Hattoki bilasizmi, shunday qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdilarki, qizlari Ruqayya onamizni Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ga turmushga bergandilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan Ruqayya onamiz birgalikda yashab, islomda qiyinchiligi, zahmati, musulmonlarga berilayotgan azobdan Habashistonga ketishga majbur bo'lgan edilar. Mana shunda qizlarini o'sha joyga yuborishlikka ham Xadicha onamiz rozi bo'lganlar. Qaysi ona qizini uzoq-uzoqlarga ketishini xohlaydi? O'zga yurtlarda sarson sarkardon bo'lishligini qabul qila oladi. Lekin Xadicha onamiz qabul qildilar. Qizlarini yupatdilar. Sog'inganlarda Allohga nola qilib duo qilardilar va mana shu hammasi din diyonat uchun ekanligidan, buni orqasidan Allohdan katta savob umidida faqatgina sabr qilib turardilar. Bu qizlari u yoqqa ketganidan keyin bundan ham qiyin kunlar boshiga tusha boshladi.
Quraysh kofirlari shu qadar zulmini kuchaytirdilarki, o'zaro til biriktirib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni hatto qatl qilishgacha harakat qilib ko'rdilar. Bu niyatlari amalga oshmaganlardan keyin ular hammalari bir bo'lishib, mana shu Bani Hoshim va Bani Muttalib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qavmi qarindoshlari bilan savdo sotiq qilmaslikka, ular bilan quda andachilik qilmaslikka, ularga hech narsa sotmaslikka qasd qildilar. Hatto bu qarorlari yanada kuchaysin deb buni qog'ozga yozib Ka'batulloh ichiga ilib ham qo'ydilar. Og'ir kunlar boshlandi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ergashgan musulmon va muslimalar, sahobayalar och qoldilar. Shu qadar qiyinchilik bo'ldi. Birorta bir narsa sotib olamiz desa, ularga hech kim sotmas edi. Yeydigan narsasi yo'q edilar. Hatto go'daklar qorni ochligidan yig'laganda Makka titrar edi. Hadicha onamiz esa bor narsasini mana shu zaif va zo'afonlarga taqdim qilardilar. Ular yesin, ular o'zlarini ushasin derdi. Shu darajada bo'ldiki, daraxtlarning ildiz va barglarini yedilar. Mana shunaqa qiyinchiliklarda ham Hadicha onamiz sabr bardosh bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni himoya qilib turdilar. Qamal tugadi. Allohning madadi bilan bu narsadan qutuldi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oilasiga og'ir sinov bo'ldi. Bu Rasulimizni himoya qilib turgan, har qanaqa qiyinchilikda ham qalqon bo'lib turgan amakilari Abu Talib olamdan o'tib qoldi. Hadicha onamiz aytadilar, juda ham orzu qilgan ekanlar Abu Talib amakilarini iymon ila ketishliklarini, mu'min bo'lishliklarini. Chunki mana shu amakilardan o'zlarini jufti haloliga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga juda ko'p yaxshiliklarni ko'rgan Hadicha onamiz Abu Talibni mana shunday iymonda sahoba bo'lib ketishligini orzu qilgan ekanlar. Lekin hidoyat Allohdan ekan. Har qancha mehr ko'rsatsalar ham, har qancha Rasulimiz alayhisolatu vasallamni sevib erkalatsalar ham Abu Talib iymonga kelmasdan o'tdi. Nima qilamiz endi azizlar? Hidoyat Allohdan ekanda. Bunga hech kimda chora yo'q. Hadicha onamiz juda ham mahzun bo'lib qoldilar. Chunki jufti halollari mahzun edi. Hadicha onamizni kulishlari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning kulishlariga bog'langan edi. Rasulimiz alayhisalom kulsa kulardilar, xursand bo'lsa xursand bo'lardilar, qayg'uga botsa qayg'uga botardilar. Mana shunday ayol edilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam amakilardan ajralib qolganligida qayg'uga botganini ko'rgan Hadicha onamiz bundan-da chuqur qayg'uga botdilar. Yupatishga harakat qildilar, lekin o'zlari betob edilar. Chunki qamal Hadicha onamizga qattiq ta'sir qilgan edi. Yoshlari katta bo'lib qolgan, 65 yoshga kirgan, payg'ambarlik boshlanganiga 10 yil to'lgan paytlar edi. Hadicha onamiz o'sha paytda kasal edilar. Ba'zi tarixchilar 3 kun, ba'zilar 2 oy deganlari ham bor ekan. Abu Talib o'limidan keyin Hadicha onamiz 3 kungina yashagan ekanlar. Hadicha onamiz kasal bo'lib yotib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oldiga kirdilar. Hadicha onamiz betob bo'lib yotibdilar. Lekin orzulari Alloh va'da qilgan jannatdagi qasr. Orzulari turmush o'rtog'i bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan bir kuni yana jannatda bo'lishliklari. Shuning uchun Hadicha onamizni bu dunyodan ketishliklari o'zlari uchun qiyinchilik emas edi. Lekin yonlarida qayg'uga botgan turmush o'rtoqlari, ayniqsa o'zidan bir ozgina uzoqroqda o'tirib, ko'zlariga duv-duv yosh olayotgan Fatima qizlarini ko'rib yuraklari ezildi. Bir qizlari musofirlikda bilan ko'risha olmayapti. Ikkinchi yosh qolayotgan qizini yig'lab turganini ko'rgan Hadicha onamiz Fatima onamizni qizlarini yoniga chaqirdilar. Bag'riga bosdilar. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni qo'llari bilan artdilar. Uni tinchlantirdilar. So'ng payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oldilariga keldilar va Hadicha onamizni qo'llariga ushlab turgan bir holatlarida Hadicha onamiz mamnuniyat bilan butun umr xizmat qilgan, 25 yil, chorak asr jonini, hayotini baxshida qilgan va alal oqibat ayollarni jannatdagi sayyidasi nomini olishiga, birinchi muslima, birinchi mu'mina, birinchi sahobiya bo'lishlikka va Allohning salomini qabul qilishlik darajadagi baxtga musharraf qilishga sababchi bo'lgan jufti haloli, suyukli yori, umr yo'ldoshi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qo'llarida jon berdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam 50 yoshga kirgan edilar. 65 yoshda Hadicha onamiz olamdan o'tdilar. Bu xabar butun Makka ga tarqadi. Butun xalq qayg'uga botdi. Biror bir inson Hadicha onamiz haqida yomon fikr ayta olmadi. Chunki kambag'al parvar, yetim parvar, muhsina va saxovat pesha bo'lgan bu ayol butun Makka xalqini, ayniqsa musulmonlarni qalbida ummul mu'minin, mu'minlar onasi degan
nomda olishlikka musharraf bo'lgan edi. Mo'minlar onasi degan nomga loyiq bo'lgan bu ayoldan ayrilishlik hamma musulmonlar uchun og'ir imtihon edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hadicha onamiz olamdan o'tgandan keyin o'zlari birga ko'tarib olib chiqdilar va Makka mukarramani yuqorisidagi Hajun degan qabristonga borib lahatga tushib o'zlari qo'ydilar. Haqlariga duolar qildilar. Dunyodagi eng ulug' juftlik, biz uchun namuna bo'lgan oila Hadicha onamizning oilasi shun bilan itmomiga yetdi. Lekin muhabbat Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qalbida abadiy qoldi. Bu zot hech qachon Hadicha onamizni unutmadilar. Olamdan o'tib ketganlardan keyin ham unutmadilar. Hatto shu qadar yaxshi ko'rganliklaridan qachon qo'y so'ysalar, qachon ehson qilsalar, Hadicha onamizni qarindoshlariga va dugonalariga nasiba yuborib turardilar. Agar Hadicha onamiz singillari xolani ovozini eshitsa, o'rnidan turib ketar, Hadichani ovozini eshitgandek bo'ldim deyardilar. Hadicha onamizga mana shu muhabbat va sadoqatini doimo izhor qilib o'tdilar. Hozir hojiga borayotgan hoji opalarimiz, hoji onalarimiz agar yo'llari tushib Hajun qabristoniga borsalar, u yerda juda ham ko'p qabrlarni ko'radilar. U yer sahro azizlar, hech narsa o'smaydigan qabriston, lekin birgina qabr bor. Birgina qabrni tepasida daraxt o'sib turadi, soya qilib turadi. Mana shu Hadicha onamizning qabrlari. Hech qayerda o'smayotgan daraxtni Alloh shu yerga o'stirib, o'zini butun hayotini Rasuli jufti haloliga baxshida qilgan bu ayol uchun salovat aytib turib, soya qilib turadigan bir daraxtni o'stirib qo'ygan Robbimizga hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makka ni fath qilib kelganlarida butun odamlar, sahobalar Ka'batulloh bizga o'tdi deb xursand bo'ldilar. Va bir-birlariga qarab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bugun qayerda uxlarkinlar degan savolni berdilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom ularga qarab, meni bugun qayerda tunashimni o'ylayapsizlarmi dedilar. "Ore ya Rasululloh, qayerda yotadilar?" dedi. "Menga Hajun qabristonida yotgan jufti halolim Hadichamning qabri yoniga bir chayla quringlar. Men bugun mana shu chaylada tunayman" dedilar. Oradan yillar o'tsa ham qalbidan muhabbatini ketkizmagan Hadicha onamiz jannat ayollarining sayyidasi, siz opa singillarimizga hayot namunasi, oila muallimasi edilar.